Assalomu alaykum hurmatli Instagram foydalanuvchilari va bizga qadrlan obunachilarimiz. Xo'p, bizga bugun mana shunday mikrofonlar kelgan. Bu mikrofonlarimizda aybi hozir sizlarga ochib ko'rsataman. Yaqinroqga keling. Manaki. Mana shunaqa cho'q chiqib ketgan. Buni sababi mikrofonlar ichiga temir qoshiq, temir kosa, temir sirli kosa, sirli piyola degan narsalarni solgandan mana shunaqa bo'ladi. Keyin mana mikrofonlarimiz keyin mana bunaqa vtulkalar zamkana qilib ketadi. Biz bunga hozir yangi mana bunaqa vtulka qo'yib beramiz va ichlarini chiroyli qilib mana bunday ko'rishingiz mumkin. Kraska qilib beramiz. Xudo xolasa yaxshi xizmat qilib ketadi. Sizlarga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa yoki shunaqa mikrofonlarlaringiz uyda buzuq bo'lib turgan bo'lsa, nima qilishni bilmay turgan bo'lsangiz, biz sizni kutib qolamiz. Ustaxonamizga kelib remont qildirib ketishingiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek mikrofonlarimiz tayyor bo'ldi. Endi ko'p yil xizmat qiladi. Sirli kosa, piyola, temir narsalar solmasa, xudo xolasa ancha yil xizmat qiladi. Xo'p, biz zapchastlarni Lola restoran to'g'risidagi Rada Detal magazindan oldik. Bemalol o'sha yerdan o'zingiz masalan remont qilmoqchi bo'lsangiz, kelib zapchastlarni olishlaringiz mumkin. Kerakli zapchastlarni albatta o'zingiz bilan olib oling, eskisini, o'shani yangisini olib ketasizlar. Zapchastlarimiz va xizmatlarimiz har doimgidek garantiyaga ega. Bemalol kelib, so'rab yoki tuzatib ketishlaringiz mumkin. Sizlarni kutib qolamiz.